Assalomu alaykum hammaga. Atker gaz servis obunachilari. Bugun sizlar bilan Damas'ni Ponni propan obzorini ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi videolar ham qo'yganmiz. Bunda yana ham o'zgartirish kiritdik. U haqida ozgina ma'lumotlar ham bo'lsa kerak. Qanaqa qilib to'g'ri qo'ysa, qanaqa qilsa hid chiqmaydi, qanaqa qilsa ekonom, qanaqa qilsa yurish o'zgarib ketmaydi. Bugun shunaqa qilib qo'yilgan uстановкani sizlar bilan batafsil yoritib chiqamiz. Hop, buni orqa qismidan boshlaylik. Buni qanaqa qo'yilgan? Xo'p, bilasizlar, Damas'da o'zi metan qo'yilganda ko'rinib qoladi. O'zi propanda juda ko'rinib olmaydi. Baloni kichikroq bo'ladi. Hozir bunga 40 litrli qo'yilgan balon. Bitta ko'rsating. Xo'p, bu yerda endi to'xtalib o'tirgan joylarimiz. Xo'p, bunga endi havo chiqaradigan qilib berilgan. Mabodo balondan quyish uchun. Agar xohlasalar ham quymaysizlar. Agar quyiladigan bo'lsa ham, mana shu yerdan havosini chiqarib turib quysalar ham bo'ladi. Zapravshini ko'rsalar ham bo'ladi. Trubkalar hammasi termoplast qilingan. Gulishiter zavodskoy qoladigan bo'lsa 40 litrlik qolib bo'lib tushadi. Agar buni gulishiter perdelka qilinadigan bo'lsa 50 litrli balon qo'ysa bo'ladi. Endi men har doim aytaman, agar zavodskoy holatda mashina keladigan bo'lsa, buni 40 emasdan o'zini 40 tali qo'ygan ma'qul. Mabodo agar sizlar metanni yechib propan qo'yadigan bo'lsalaring, unda o'sha gulishiter perdelka qilingan bo'ladi. Unday holatda xohlasalar 50, xohlasalar 40 litr balon qo'ysalar ham bo'ladi. Chunki 50 litrli balon ham muammosi tushishni boshlaydi unda. Xo'p, endi sizlarga oldi qiziq bo'lsa kerak, oldi qismiga o'tamiz. Xo'p, endi buni oldi qismiga qo'yilgan zapchastlar tanishtiraylik. Xo'p, atker turetskiy reduktor qo'yildi, gaz klapan atker o'sha kattasidan qo'yilgan, elektronik ключатор qo'yilgan. Mabodo zamok ochiq qolganda ham perlovание qilib qolmaydi, o'zi uzib qo'yadi avtomatически. Xo'p, endi buni asosiy uстановкада qolgan joylardan farqi, albatta, bilasizlar, aslida hamma uстановка qilganda mana shunaqa dozator qo'yib qo'yishadi. Bu mana shu yerga tushadi. Havoni qisgandan keyin mashina yurganda oldinga nisbatan benzinda mashina o'zgarib qoladi. Nimaga? Havo oldinga nisbatan benzin kamlik qiladi. Kamlik qilgandan keyin benzinda rasxod oshib ketadi. Benzinni o'zida ham mashina tortish pastlab ketadi. Endi hozir biz bunga yechim qilganmiz. Dozator umuman ishlatmaymiz. Mana shlanka metdan o'sha karburetorda pastga kirib ketadi. O'sha karburetorda o'qini oldidan teshiladi. Qolgan uстановка dozatordan farqi, gaz tugab benzinda o'zida yuradigan bo'lsalar ham, benzinda o'zida mosh tortishi o'zgarmaydi. Oldingidaqa o'sha ekonom qoladi. Keyin mabodo benzinda yurib turib gazga olganligida ham ligirovka o'zgarib ketavermaydi. Keyin bunga hozir benzin klapan umuman ishlatmaganmiz. Ko'pchilik shu Damas'da yuradiganlarda bo'ladigan muammo, havo kam bo'lgandan keyin u karburetordagi benzinni o'ziga tortib oladi, ishlatib qo'yadi. Hozir ko'p chiqib turgan klapanlar ham yaxshi bo'lmagani uchun ko'pchilik anaqa oddiy ruchnoy anaqa kran qo'yib qo'yishyapti. Bu ham sizlarga qo'shimcha ish bo'ladi. Har doim och, yop, qo'shimcha ish bo'lib qoladi. Bunda optimal yechim havo ham o'sha umuman qisilmagan, havo ham o'sha oldingidek qanday zavodskoy bo'lsa shunday qoladi. Umuman havo qismidan qisib ochilmaydi. O'shani hisobiga bakdan hech qanaqa 1 gram ham benzin ishlatmaydi. Mashina qiynalmasdan yuradi. O'sha hid chiqmasligi uchun trubkalar har doim termoplast bo'lgan. Uстановкani har doim o'sha chiroyli qilib berganmiz. Mana shu shlankalar ham o'sha hid chiqmasligi uchun prozrachniy o'ziga hid shimib qolmaydi. Men ko'rgan reduktorlar shu reduktordan qo'yilgan. Endi bunda mana shunaqa joyi bo'ladi pastda. Mana shu joy yechiladi. Kondensat yiqqanda reduktor mana shu joyda kondensat yig'adi. Mana shuni ochib turib, bironta bakalashkami, biron narsa qo'yib to'kib olinsa, o'rtacha har 10,000 kilometrda bu hech qanaqa o'zidan hid chiqarmaydi. Misol 4-pokoleniya boshqa reduktorlarda poddavleniya hammasi motorga ketadi. Deylik, uni yoqib yuboradi aslida. Lekin prostoy reduktorlarda bu to'plash, imенно buning uchun joy qilingan, o'zi o'sha yog'ini to'plab qoladi-da. Keyin har 10,000 to'kib turilsa, bu ham qiziganda ortishi sizlarga salonga hid bermaydi. Har 10,000 kilometrda o'sha kondensat to'kib turishni maslahat beramiz. Keyin iloji bo'lsa ko'p yuradiganlar bir 30,000 yoki 40,000 uzog'i mana shu ren komplektlar ham alishib turadigan bo'lsa, mana shu chaster ren komplektlar bu hitidan ham keyinchalik muammo bo'lmaydi. Iloji boricha birinchi o'sha qilinganda uстановка chotki bo'ladigan bo'lsa, qolgan o'sha remontida qilinadigan ishlarni o'zlaring qilgizib turasizlar. Shu kondensatni o'zlaring to'ksalar ham bo'ladi, muammo emas. Keyin 6 oyda bir o'rtacha ustaga borib kamroq yuradiganlar 1 yilda ham o'sha ren komplet alishib turiladigan bo'lsa, keyinchalik hididan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Aslan o'sha qishda oldi o'sha ren komplektlarda oldin yurganlar bo'lsa, agar 1 yil oldin qo'ygan bo'lsa, ren komplet alishtirib olsa, qishda bilasizlar, sovuqqa plastik yoki rezinkalar qotadi. O'shanda hech qanaqa ligirovkadan o'zgarish, keyin ortishi muammo bo'lavermaydi. Keyin yana bitta propanda yuradiganlar qish bo'lganda e'tibor beradigan jihati
iloji bo'lsa ertalab mashinani o'zini benzinga qizitib olgan yaxshiroq. Nimaga? Benzinga qizitadigan bo'lsalaring, reduktor ilib olgandan keyin birato'la o'zi bilasizlar, reduktorning vazifasi kelib turgan jidkiy propanni paravoy qilib berish, ya'ni o'sha suyuq holatdan par holatiga o'tkazib berish. Agar reduktor zo'r qizib olgan bo'lsa, par holatiga o'tkazishga tayyor bo'ladi, mashina hech qanaqa reduktor umri ham uzoq bo'ladi, mashina ham stabilni ishlaydi. Agar ertalab primo gazni o'zida qishki kuni, endi yozda farqi yo'q u narsa, kuzda, yozda уже bunaqa faslda farqi yo'q. Agar primo gazni o'ziga o'tadigan bo'lsalaring, nisbatan boshida reduktor qizib olguncha jidga haydaydi-da, sal qaltirab turadi. O'shaning uchun ertalab qishda iminni propanni o'zida qizitib olishni, benzinni o'zida qizitib olishni maslahat beramiz. Bu o'sha reduktorning umrini ham uzoq qiladi, mashina ham ertalab stabilni ishlaydi. O'shaning uchun ligirovka ko'pchilik o'sha benzinga olib gazga olgan ligirovka o'zgarib ketavergani uchun iminni biz o'sha karburator o'qini oldin teshib, bu ustanovkani qilib berganmiz. Xudo xolasa buni ishlashlari chotga endi yurib ko'rdik. Endi bizda aksariyat qo'ydirganlar yurib ko'rib rasxod tekshirganlar, o'rtacha shahar ichi 8, danlida o'sha 7 litrgacha rasxod qilyapti. Endi bu yurishlaringga qarab. Lekin aksariyat eshitgan probegimiz shunaqa. Shu ko'rib turgan ustanovkalaring o'sha birato'la biz karbuраторni yechib, karbuраtor bizga polni ligirovka ham qilib beradi. Bilasizlar, yangi chiqqan karbuраtor ham benzinda zo'r tortmaydi, rasxod katta. Birato'la ularni ham qilgizib, mana shu ko'rib turgan polni shu ustanovkalaring 40 talik ustanov balon bilan 2,5 million so'mga bityapti. Xudo xolasa eng yaxshi narsalar ishlatilgan. Damas, u yana mashinalar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, chotga qilib ishlaringni bitirib beramiz.